xush kelibsizlar. Bugungi kunda bizda Xalq bankida yangi produktimiz bor. Mahalla loyihasi, ya'ni parkent loyihasi degan. Bunda mana hozir sizlar olayotgan har bir oilangiz bor, imtiyozli kreditlar. O'shani o'z vaqtida oyma-oy grafik bo'yicha so'ndirsalaringiz, sizlarda yangi 10 million so'mdan 50 million so'mgacha beriladigan naqd pul ko'rinishida 3 yil 6 oy imtiyoz davri bilan kreditlar bor. Masalan, siz hozir olyapsiz, o'z vaqtida yopasiz, yopganingizdan keyin sizga faqatgina uchinchi shaxs kafilligini daromadi evaziga beriladi. Ya'ni hozir 7 million olyapsizmi, uni o'z vaqtida masalan 1,5 yilga deb olyapsiz. 1 yil mobaynida so'ndirishingiz mumkin ertaroq. Lekin yanada kengaytirish uchun olmoqchisiz o'sha tadbirkorligingizda 10 milliondan 50 million so'mgacha naqd pul kassada olasizlar, naqd pul ko'rinishida. Buni eng o'sha qulayliklari. Ayollarimiz uchun 24%, erkaklarimiz uchun 25%. Yana mana shuni o'z vaqtida to'lab yorsalaringiz ham mana 100 millionlik garovsiz kreditlarimiz ham berilyapti. Bular ham o'sha yaksda ochib, o'sha tadbirkorlikni kengaytirish bo'yicha ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, hamma yo'nalishlarda shu berilib boriladi. Shuning uchun birinchi navbatda boyagingday karton tariflaringiz yaxshi bo'lishi kerak, ya'ni o'sha kreditlarni grafik asosida 5-sanasiz ko'rsatilgan shu bo'yicha so'ndirishlaringiz kerak. O'sha bo'yicha sizlarga o'sha bunaqa bildirmoqchi edim. Agar savollar bo'lsa, bemalol. Shu misol uchun bu oyda olganni to'lab borib pulni yopildi, yanada kengaytirmoqchisiz. 5 million olsangiz 20 million ehtiyojingiz bor. Shuni olsangiz bo'laveradi. Bo'ladi. Bundan tashqari mana 100 millionlik kichik biznesdan o'rta biznesga o'sha o'rta pulni yuqorilarga o'tish uchun mana hozir juda ko'p biznes tomonidan loyihalar nasib etmoqda. O'sha mablag'lar ancha katta. Siz 100 milliondan garovsiz olishingiz mumkin. Yana hamroh ayollarimiz ham bor. O'sha 1 yildan oshiq tadbirkorlik qilganlarga asosiy vosita uchun uskuna jihozlar olasiz, o'shalarning 20% dan ish o'rnini yaratganingiz sari foizlar kamayib boradi. 100 milliondan garovsiz beriladi. 100 milliondan yuqori bo'lganlar boyagi garov taqdim etilishi kerak. Shular bo'yicha